Assalomu alaykum bizlarni qadrli tomoshabinlarimiz. Biz sizlar bilan geometriyani keltirib chiqarishni davom ettiramiz. Xo'p, o'tgan videoda biz sizlar bilan qaysidir momentda to'xtadik. Agar adashmasam, mana bu balandlikni, mana bu yuzaga oid ikkita formulasini ko'rdik. Agar adashmayotgan bo'lsam, Geron bilan. Xo'p, bugun davom ettiramiz xuddi o'sha joydan. Ya'ni uchburchak yuzalar formulalarini, juda ham ko'p formulalarni bitta ko'rib chiqamiz. Har bitta holat uchun ketma-ket mavzular yana ularni ketaveradi. Qolganlariga aylanani ham ko'ramiz, aylanani uchburchaklarni ko'ramiz, va hokazo, to есть hamma narsa ko'riladi. Xo'p, bundan sizlar bilan boshladik. Qaranglar, o'zi bizni uchburchak yuzasiga oid ikkita основной formulani isbotladik. Ikkita основной holatni isbotlaganmiz. Ya'ni qaranglar, bizda mana uchburchak bor. Qanaqadir bir, mana alfa qanaqadir a tomon, mana qanaqadir b tomon. То есть ikkita tomon bilan uning orasidagi burchak berilsa, bizni aytdik, что yuzani formulasi 1/2 ab sinus alfa dedik. Buni isbotini ham ko'rdik kelib chiqishini. Tushunasizlarmi? Keyingi isbotlangan holat mana qaranglar, bizga uchburchak berilgan, balandligi berilgan, asos berilgan. Shunda yuzani topadigan bo'lsa, s tenglar a h taqsim 2 ga. Isbotlangan narsa shunchaki eslab qolamiz, teorema yoki formula sifatida ishlatib ketaveramiz yoki ularni qayta ko'rib chiqib o'tirmayman. Хорошо. Qaranglar, endi yana bitta, mana bunga o'xshagan bitta narsa bor, holat bor bizda. Tasavvur qilinglar, o'tmas burchak berilgan bizga. O'tmas burchak. To'g'ri? Mana bu o'tmas burchak. Yana uni asosi berilgan. Qaranglar. O'tmas burchagi balandligi esinglarda bo'lsa, mana bu tashqi tarafga tushadi. Esinglarda bo'lsa. Asliga etudini haqda. Bitta balandliklardan biri qarashga tushadi, yoniga tushadi. Shuncha tashqarisidan boshlab. To есть yuzani topayotganda ham e'tibor beringlar. Juda ham ajoyib hodisa bu. Xuddi mana shu holatda biz AH taqsim 2 deb topdik yuzni, bu yerda xuddi shunaqa qilsak bo'ladi. Shunda sizlar mana bu uchburchakning yuzasini topgan bo'lasiz, tushunasizlarmi? To есть o'tmas uchburchak uchun mana s teng AH taqsim 2 degan formulasi ham o'rinli. Shuningdek o'tmas uchburchak uchun ham mana bunaqa formula qilsak bo'lar ekan, ishlatsak bo'lar ekan. Modo bilan isbot kerak desanglar, mana buni shunchaki davom ettirasizlar-da. Mana buni qanaqadir bir x deb qo'yasizlar, mana bu tomon a, qaranglar. Umumiy yuzani topadigan bo'lsanglar, a plus x ko'paytirilgan h taqsim 2 bo'ladi. No. Menga imенно mana bu uchburchakning yuzasi kerak bo'lgani uchun mana bu uchburchak yuzasidan ayirib tashlayman. Minus xh taqsim 2. O'shanda qaranglar, ayirib tashlaganinglardan keyin mana bu uchburchak yuzasida ah taqsim 2 degan qiymat qoladi. Просто чтобы aniq ah taqsim 2 formula mana bunga o'rinli ekanligini ko'rish uchun, shunchaki isbotlash uchun o'zingizlar uchun harakat qilib ko'ring. Xo'p, keyin mana e'tiborimni tortayotgan yana nimadir holatlar bor edi-da, obyektni olgan. Bu ketma-ket bo'lmasa ko'rib ketaveraman. Teng yonli uchburchak uchun to'xtaylik. Mana yozib qo'ying. O'tmas burchakli uchburchak. Bu o'tmas burchakli uchburchagimiz uchun. Tushundinglarmi? Хорошо. Endi teng yonli uchburchak uchun qanaqa formula o'rinli? Burada teng yonli uchburchak bor. Bu tomoni ham a, bu tomoni ham a.
mana bu ikkita tomonning o'rtasidagi burchak qanaqadir bir alfa berilgan. Aytyapti, teng yonli uchburchakning uchun san sразу a kvadrat sinus alfa taqsim 2 degan formula olib ketsang bo'ladi deyapti. Xo'p, ko'rib turibsizlar, kelib chiqishi qiyin emas. Mana bu formuladan chiqib keladi. Просто bu yerda b tomoni hozirgi holatimizda b tomoni a ni o'rniga kelyapti, tushunasizlar? То есть a ham b ham, короче, a ga teng formulada. O'shanga a kvadrat sinus alfa bo'ladi. Tushunasizlar? Bu teng yonli uchburchak uchun. Teng yonli uchburchak. Xo'p, teng yonli to'rtburchakli uchburchak uchun ham formulalarni yozamiz. Teng yonli to'rtburchakli uchburchak. Teng yonli degani mana bu kattalar o'zaro teng bo'ladi degani. Shuningdek, mana bu burchaklari ko'prik gradusdan bo'ladi degani. Bizlarning chiqmasini. Qaraysiz. Teng yonli bo'lsa, mana bu katsda ham, bu katsda ham teng bo'lsa bir-biriga, ya'ni a deb tasavvur qilamiz. Shunda gipotenuzamizga Pifagor teoremasini qo'yib topadigan gipotenuzamiz ham nima bo'ladi? A ko'paytirilgan ildizda 2. To'g'rimi? To'g'ri. Xo'p. Nima ekan bu yerda? Yuzani topadigan bo'lsak, koordinatlar ko'paytmasi, ya'ni kim? A kvadrat taqsim 2. Okey. Buni tushundik. Keyin xuddi shuningdek, yana c kvadrat taqsim 4 degan holat ham bor ekan. Albatta c o'rniga a ko'paytirilgan ildizda 2 ni olib kelsanglar, bu a kvadrat taqsim 2 degan formulaga qaytamiz. To есть, mana bu c kvadrat taqsim 4 qayerdan chiqib kelgan? Mana bu a ni c orqali ifodalashdan chiqib kelgan c kvadrat taqsim 4 tushunasizlar? Keyin emas buni tushunish. Xo'sh. Voy, to'rtburchaklik o'ziga qolib ketibdi. Qaranglar, uni yozishdan chiqdi. To'g'ri burchakli uchburchak, oddiy, ya'ni ixtiyoriy to'g'ri burchakli uchburchagimiz bor. O'shaning o'zining formulasi a ko'paytirilgan b taqsim 2. Bilasizlarmi? Ya'ni katslarning ko'paytmasi taqsim 2 edi. Uni kelib chiqishi ham mana shu formuladan bo'ladi. Uni yozishdan esimdan chiqdi. Bu o'rtog'im ham esimdan chiqdi. Так что manimcha to'g'ri burchakli uchburchakni oldingi videoda ko'rdik. Agar mabodo ko'rmagan bo'lsangiz, mana aytayman masalaga, bitta tomoni a, bitta tomoni b bo'ladi-da. Orasidagi burchak 90 gradus. Mana bu formulaga qo'ysanglar, a b taqsim 2 degan formula chiqib keladi to'g'ri burchakli uchburchak uchun. Bu eslatib o'taman sizlarga. Teng yonli to'g'ri burchakli uchburchak uchun formulalar edi. Buni o'zim aytsam bo'pti. Qattiq isbot qilinmagan narsa bo'lmayapti. Shunda mana ikkitasini isbot qilganimizdan keyin bular уже kelib chiqishi oson bo'lib ketyapti, tushunasizlar? Ana shu ikkitasini isbotini tushungan bo'lsangiz, ishinglar 5 aniq ishoning. Xo'p, o'rganib men o'chiraman. Keyingi holatimiz teng yonli, teng tomonli muntazam uchburchak uchun teng yonli yozib qo'yibdi. Hech ma'no shuni ham yozib qo'ymaysiz. Ashli o'tirishni o'ylayman, hurmat. Bo'pti. Muntazam uchburchak uchun formula boshlaydi. Qaranglar, bizga muntazam uchburchak berilgan. Ana shu. Biz hamma tomoni teng. Mana bu burchaklari esa 60 gradusdan 60. Xo'p. Yuzasini topdik. Qaranglar. Yuzasini topsak, nima ekan? A kvadrat biz hozirda 3 taqsim 4. S teng 1 taqsim 2 ko'paytirilgan a ko'paytirilgan b sinus alfa bor. Ya'ni ikkita tomonlari va ular orasidagi burchak orqali topish bor yuzani.
o'sha formulaga qo'yasizlar. Ikkita tomoni bir-biriga teng, ya'ni A ga teng, ular orasidagi burchak 60 gradusga teng. O'shanda hisoblasangiz o'sha formulani, mana bu bizani A kvadrat izohlovchi taqsim bo'lgan qiymatimiz chiqib keladi. Mana qayerdan chiqib kelgan shu formula. Keyin yana bitta formulasi bor ekan. S teng h kvadrat taqsim ildizda 3. S teng h kvadrat taqsim ildizda 3. Xo'p, bunisi qayerdan kelgan ekan endi degan odamlarga ko'rsatamiz. Qaranglar. Mana bu teng yo'lli yoki muntazam uchburchaklar bo'ladi. O'sha asosga tushirilgan mana bu balandligi ham mediana ham bisektrisi shunaqa bo'ladi, tushunasizlar? Sizda muntazam uchburchagimizda bu tushunadi. Mana bu asosga tushirilgan balandligi bo'lsa, ham mediana ham bisektrisi bo'ladi, ham balandligi bo'ladi, tushunasizlar? Хорошо, tushungan bo'lsanglar. Xo'p, mana bu asosni teng 2 ga bo'ldi. Teng 2 ga bo'ldi. A taqsim 2, A taqsim 2 bo'ldi. Xo'p, e'tiboringlarni qaratinglar. Hashimiz belgilab olamiz. Man hash bilan A'ni bir-biriga qanaqa ulasam bo'ladi? Mana bu любой bitta uchburchakka e'tibor bering. Ikkalasi ham bir xil. Qolgan uchburchakka qaraydi. Hamma qaysi biriga qarashinglar. Menga shunchaki aytinglar. Hash bilan A'ni men qanaqasiga bog'lasam bo'ladi bir-biriga? Shu turishida. Xo'p. Bilgan bo'lsanglar, mana bu bizda burchakning qiymati berilgan. 60 gradusda. To есть men hozir masalan sinusni topadigan bo'lsam, h taqsim A teng bo'ladi. Sinus 60 ga. To есть men h ni A ga nisbatan topa olaman qiymati jihatdan. Tushunasizlarmi? Yozamiz. H taqsim A teng deyman. Sinus 60 ga. Xo'p, sinus 60 gradusda nechiga teng bo'ladi? Nechiga teng bo'ladi? Ildizda 3 taqsim 2 ga. Xo'p, yozamiz. H teng degan A sinus 60 ya'ni kim? A ko'paytirilgan ildizda 3 taqsim 2 degan qiymatga. Xo'p, tushundinglarmi? Qaranglar. Mana bu uchburchakka qaraysizlar, o'ng tarafdagi uchburchagimiz. H taqsim A bizada sinus 60 gradusni beradi. Do'stlar, sinus topsanglar qaranglar. Qarshidagi katik bo'lgan gipotenuzoid. O'z h bilan A'ni bog'lab olsanglar, mana shunaqa bog'liqlik chiqib keladi bizda. H teng A izohlovchi taqsim 2 degan. Xo'p, mana shu bog'liqlikdan A'ni ifodalab olsam, hayajonlanyapman, to'g'ri. A'ni ifodalab olsak, nima bo'ladi? A teng bo'ladi 2h taqsim ildizda 3. Mana shu A'ni topsanglar, A teng bo'ladi 2h taqsim ildizda 3. Xo'p. Mana shuni birinchi formulasiga olib kelib qo'ysak, A'ni o'rniga bizani ikkinchi formulamiz chiqib keladi. Tushundinglarmi? Keyin yana nima formula bor ekan? Radius haqida formula bor ekan, A taqsim 2 ildizda 3. Xo'p, qaranglar. Yaxshilikcha aniqladigan bo'lsak, sizlar bilan gaplashmadik aylana haqida. To есть xuddi radiusga oid bog'liqlik berib qo'yilgan. Mayli, aylanagacha sabr qilib turamiz. Keyin men ko'rib beraman buni. Xo'p. Mayli, sразу o'sha formulalarni yozib qo'yaman, qaranglar. Mana bunaqa bog'liqlik bor ekan. teng A taqsim 2 ildizda 3 и teng A taqsim ildizda 3. Xo'p, mana bu muntazam uchburchak ichki chizilgan aylanasi radiusi qiymati A taqsim 2 izohlovchi ekan. Manba esa
muntazam uchburchakda tashqi chizilgan aylanani radiusi tushunasizlarmi? A taqsim intizosida 3 degan qiymatga ega ekan. Ana siz shu e'tibor berasizlar, kichkina r degani uchburchak ichiga chizilgan aylanani degani, sharhni eslab qolaylik. Katta r degani aylanani tashqarisiga degani. Mana shunaqasiga eslab qolasizlarmi? То есть men r ichidagi aniq radiusi, r tashqaridagi radiusni o'tirmayman, eslab qolaylik. Mana yana bir marta qaytaraman. Kichkina r ichki aylana, katta r tashqi aylana. Okey, tushungan bo'lsanglar, yaxshi. Buni yozib olasizlarmi, screenshot qilib olasizlarmi? Tezroq aniq qilinglar. Men ungacha keyingisini keyingi holatni ko'rib turaman. Bu bizda muntazamdir. Muntazam. Uchburchak. Hozir ko'rayotganim ixtiyoriy. Uchburchak. Qarang. Tak. Bunaqa situatsiya bormi? Xo'p, ikkita mana uchburchak mashina bilan qo'yilgan. Buni tomonlari A, B, buni tomonlari X, Y ekan. Xo'p, S1, S2 deb belgiladik. Xo'sh. Bizda e'tiborda quyidagi bog'liqlik bor. S1 taqsim S2 teng ekan AB taqsim X, Y. Xo'p, qaranglar. Nimaga mana shunaqa bog'liqlik bor deganlar uchun avval o'zi yuzani hisoblaylik. Mana bu burchak, допустим, qanaqadir bir alfa bo'lsin telefoningga. Mana bu burchak xuddi shuningdek o'zaro vertikal bo'lgani uchun bu burchak ham xuddi shuningdek alfaga teng bo'ladi qiymat jihatdan. Ular ikkalasi o'zaro vertikal burchaklar. Хорошо. S1 topadigan bo'lsam, qaranglar, 1 taqsim 2 A B sinus alfa to'g'rimi? Ikkita tomon uning orasidagi burchakdan foydalangan holda men yuzani hisoblayapman birinchi uchburchak uchun. Ikkinchi uchburchak uchun qaranglar. Ikkita tomon x y o'rtasidagi burchak alfa. 1 taqsim 2 x y sinus alfa. Shunda bu ikkalasini bir-biriga bo'lib olsanglar, mana bu nisbat chiqib keladi bizda, tushundinglar? Bu ikkalasi bir-biriga bo'lib olsanglar, mana bu nisbat chiqib keladi. Yozib olinglar, screenshot qilinglar, pauzaga qo'yib, men o'chiraman. Keyingisiga o'tamiz. Хорошо. Keyingi holatimizga o'taveramiz. Keyingi holat ham xuddi shuningdek ixtiyoriy uchburchak uchun ekan. Xo'p, ixtiyoriy uchburchak uchun ekan. Qaranglar. Bu ixtiyoriy uchburchak uchun. Xo'p. Mana bu D chiziq, ko'rib turganinglardek, uchburchakning o'rta chizig'i. Ya'ni uchburchakning o'rta chizig'i o'zi nima degani? Uchburchak o'rta chizig'i uchburchak tomonlarini mana bu ikkita uchini bir-biri bilan tutashtirganinglarda mana shu kesma ikkita tomonni teng ikki bo'lakka ajratsa, mana shu bizada uchburchakning o'rta chizig'i deyiladi, tushunasizlarmi? Uchburchakning uchta o'rta chizig'i bo'ladi. Ya'ni qaranglar, xuddi shuningdek mana bu tomonga ham bitta kesma tortsanglar, bu tomonga ham bitta kesma tortsanglar, shunday qilib tortishinglar kerakki, чтобы teng ikkiga bo'linishligi, tushunasizlarmi? Xo'p, qisqa qilib aytganimdek, uchburchakning o'rta chizig'i shu tutashtirilgan tomonlarni teng ikkiga ajratadigan chiziqqa aytiladi. Xo'p, bizda bunaqa situatsiya bo'lyapti ekan. Qaranglar. Mana bu qanaqadir bir s bo'lsa, uni qiymati 3s bo'ladi. To есть B, D, Y uchburchak yuzasi s degan qiymatga teng bo'lsa, mana bu A, D, Y parallelogrammi, trapetsiyani 3s degan qiymat qabul qilar ekan.
buni qanaqa isbotlaymiz sizlar bilan? Buni qanaqa isbotlaymiz? Ammo S1 deyman, S2 deymiz. Biz hozircha bilmaymiz nisbatini. Keltirib chiqaramiz sizlarga. Xo'p. Mana bu yuqoridagi burchak ikkalasi uchun ham общий, to'g'rimi? Ya'ni mana qarang. Bizda B, D, E uch burchak bor. I, A, B, C uch burchak bor. Hop. Tushundinglar? To есть bizda bitta kichkina uchburchak bor, ikkita katta uchburchak bor. Bular ikkalasi bir-biriga o'xshash uchburchaklar. Bir-biriga o'xshash uchburchaklar. Uchburchak o'xshashligini hali sizlar bilan gaplashmadik bu narsa haqida. Shunda ham shunchaki qaranglar. Mana bu kichkina uchburchak alohida uchburchak deb tasavvur qilinglar. Mana bu ABC ni katta uchburchak alohida deb tasavvur qilinglar. Okey? Okey. Qaranglar. Mana bu tomonni A desam, bu tomonni B desam, ikkalasi bir-biriga teng bo'lsa, demak mana bu kusurkam B bo'ladi, mana bu bo'lagi misol shuningdek B bo'ladi, tushundinglar? To есть, mana bu ikkitasi bir-biriga teng, buni A deb belgilasam, bu ham A bo'lib qoladi. Mana bu bo'lagi B ga teng, bu ikkalasi bir-biriga teng bo'ladi, shuningdek bu ham B bo'lib qoladi. Хорошо. Endi bu nima degani? Mana masalan, alfa degan qanaqadir burchagimiz bor. Ikki uchburchakni ham общий Aş burchagimiz, ya'ni bir xil. Shuningdek, qaranglar. Mana bu tomonimiz A, bu tomonimiz B. B degan uchburchagimiz uchun. ABC uchburchagi uchun esa yon tomonlari 2A bilan 2B degan qiymatga ega. Tushundinglarmi? Katta uchburchak uchun 2A. Kichkina uchburchak uchun esa A bilan B. Хорошо, tushundinglar degan umiddaman. Endi mana bu S1 uchburchagini yuzasini hisoblayman. S1 ni hisoblayman. Nima bo'ladi? 1/2 AB sinus alfa. To'g'rimi? Ikki tomon igumo orasidagi burchakdan foydalangan holda topdik. Endi qaranglar, mana bu ABC uchburchagini yuzasi qanaqadir bir S deb belgilayman. To есть общий yuzam, mana bu katta uchburchagning yuzasi qanaqadir bir S deb belgilandi. Mana shu etni hisoblaydigan bo'lsanglar, nima bo'lar ekan? 1/2 ko'paytirilgan 2b ko'paytirilgan 2a ko'paytirilgan sinus alfa. Xo'p. Nima bo'ldi bu yerda? 4 S1. Mana shunaqa qilsa tushunasizlarmi? Nimaga unaqa qilganimni? Tushundinglarmi? O'ylab olishinglarga bog'liq. Shunchaki kirlab qo'yinglar. Nimaga 4 S1 deb yozib qo'ydim? Nimaga 4 S1 deb yozib qo'ydim? Xo'p, endi o'ylab ko'rgan bo'lsanglar, javobni aytaman. Qaranglar. 1/2 ko'paytirilgan A, ko'paytirilgan sinus alfa mana S1 ga teng, to'g'rimi? Mana shunaqa S1 dan 2 ko'paytirilgan 2 ta bor ekan. To есть 4 ta bor ekan. Shuning uchun 4 ta S1 dedim. Tushunyapsizlarmi? To есть mana bu S ni S1 ga nisbati 4 ga teng bo'ladi. Хорошо. Endi bunaqa situatsiya bo'ldi. Bizda S1, S2 degan ikkita bo'lak bor edi. Ularning summasi S1 plus S2 nimaga teng bo'ladi? Uchburchakning umumiy yuzasiga teng bo'ladi, ya'ni S ga. Xo'p, endi e'tibor berasizlar. Bizda katta S, mana bu kichkina uchburchak yuzasi bilan ifodalanganda 4 ta S1 ga teng ekan. Ya'ni kim? S1 plus S2 teng bo'lar ekan 4 ko'paytirilgan S1 ga. Mana bu ma'lumotdan foydalansak agar. Xo'p, endi bu yerdan S2 ni S1 orqali ifodalasak, S2 teng bo'ladi 3 ta S1 ga. Tushundinglarmi? S2 teng bo'ladi 3 ta S1 ga.
Xo'p, biza nimani isbotlashimiz kerak edi? O'zi esingizda bo'lsa, mana bu yuzani, mana bu yuzaga nisbati 3 ga teng bo'lishini isbotlashimiz kerak edi. Mana isboti. Tushundinglarmi? Bu bizada ixtiyoriy uchburchak uchun edi. Любой uchburchak uchun. Xo'p, D-ni eslatib qo'yamiz sizlarga. Bizada o'rta yana bir marta qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, bizada xossa bor edi. Bu ixtiyoriy ABC uchburchak uchun o'rta chiziq topganimizdan keyin hosil bo'ladigan ikkita yuzalar nisbati buni, ya'ni bunga nisbati 1/3, ya'ni 3 nisbatda edi, tushunasizlarmi? 1/3 nisbatda edi. Biza o'shani qanaqa isbotladik? Men aytdim. Deylik tomonda mana bu BD'ga uchburchakni alohida qaraylik, katta uchburchak ABCni alohida qaraylik dedim. Xo'p. Men aytdim, agar dedim, mana bu bo'lakni A desam, B'ni A deb belgilasam, yetsa ham B'ga teng bo'lgani uchun, ya'ni teng 2 ga bo'lingani uchun bu bo'lak ham shuningdek A bo'ladi. BDni B deb belgilasam, BD bilan DA o'zaro teng bo'lgani uchun, ya'ni ikkita teng bo'lak o'zaro. Demak, DA ham xuddi shuningdek B bo'ladi. Shunda B, G, D uchburchagining yon tomonlari A bilan B ekan, A, B, C uchburchagim desa yon tomonlari 2B bilan 2A bo'ladi. Mana bu ikkalasini yig'indisi uchun. Хорошо. Men aytdim. Давайте deyapman. Tasavvur qilyapman. Kichkina uchburchak uchun mana bu uchdagi burchak alfa bo'lsa, katta uchburchagim uchun ham uchdagi mana burchagi xuddi shuningdek alfa bo'ladi. To есть, mana bu alfa ikkalasi uchun umumiy. Yoki uchburchak o'xshashligidan xabaringiz bo'lsa, bittada tushunasizlar umumiylik. Хорошо, u sizdan eplasak bo'ladi. Keyin aytayapman. Buni yuzasini S1 deb belgilayman. Mana bu katta uchburchakning yuzasi esa umumiy, ya'ni S deb belgilayman. Xo'p, S1 ni topsak, ikkita tomonni ko'paytmasini yarmi ko'paytirilgan sinus alfa edi. Хорошо. Endi katta uchburchakning yuzasini topsak, S ikkita tomonni ko'paytmasini yarmi ko'paytirilgan sinus alfa. Men aytdim, mana bu ikkilarni alohida chiqarib turib qaraydigan bo'lsak, 4 ko'paytirilgan S1 degan qiymat turibdi. Diqqat bilan e'tibor beringlar dedim. Хорошо. Keyin aytdim. S1 bilan S2 yuzalarini bir-biriga qo'shsam, qiymat jihatdan umumiy, ya'ni katta uchburchagimni yuzasiga teng bo'lishi kerak, ya'ni S ga teng bo'lishi kerak dedim. No, S ni mana bu yerda 4 ta S1 ga tengligini inobatga olsak, to есть S1 plus S2 shunda 4 ta S1 ga teng bo'lib qoladi. Shunda S2 ni o'zini topadigan bo'lsak, S2 teng ekan 3 ta S1 ga. Tushunasizlarmi? To есть mana bu yuza qanaqadir bir 3x degan qiymatga ega, mana bu S1 yuzamiz esa qanaqadir x degan qiymatga ega. Shunda bularni nisbati 1/3 bo'ladi. Biz shuni isbotlashimiz kerak edi. Хорошо. Tushungan bo'lsanglar, rasmga olinglar, yozib olinglar.